Albatta boshidan o'tgan tabib deyishadi. Menda ham saraton kasali bo'lib o'tdi. Mana shu o'zimga tegishli giyohni men ham albatta mana shu yerdan olib endi ichishni davom ettiraman. Mana bu yerda mana bo'yin, o'pka, jigar hamma saraton kasalliklariga giyohlar. Choy damlamasi ham oson ekan. Qaynagan suvga solasiz, kuniga 2-3 marta ichasiz. Xohlasangiz termosda ham olib yurishingiz mumkin. Albatta sog'liq eng kerakli narsa ekan. Boshimdan o'tgani uchun bilaman. Mana bu esa qo'limdagi hayot baxsh. Haqiqatdan ham mana shuni damlamani ichsangiz, bu giyohlardan, tabiiy giyohlardan tayyorlangan Murod shifo. Albatta ishoning va sotib oling, qabul qiling. Sog'liq bizga kerak.